Assalomu alaykum. Hurmatli ferma o'z obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Ko'rib, bugun xudo xolasa haftaning bozor yakshanba kuni 2025-yil 23-mart. Xudo xolasa mana Shoyib akamiz xonadoniga keldik. Ishonchli, yaxshi mollardan bor. Boz birinchi qoringa, ikkinchi qoringa, uchinchi qoringa olaman degan akalarimizga tavsiya qilib, bittadan like bosib qo'yasizlar. 2 dona olgan odamga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi aytilgan narxning ichida. Agar 1 dona olsangiz, vodiy bo'ylab bepul. 2 dona olganga O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bepul. Mana akalar, ukalar rossiyskiydi. Tozasi mana. Buni o'z molvoz akalarimiz o'z bilan 3-qoringa yetuk variantida olaman deganlar bo'lsa, srochniy aloqaga chiqarasizlar. Mol o'ta sifatini o'zi ola-sotar akalarimiz biladi o'zi. Molvoz akalarimiz biladi. Mashalloh deb qo'yinglar bittadan kommentariy. Mana jonivor. 3-qoringa o'zi bilan aloqaga chiqarasizlar. 91 671 34 38. Telegram WhatsApplari bor. Aloqaga chiqarasizlar o'ziga. Kelishtirib beradi. Moloma bir jahon. Tayni tindirib qo'yadi. Kami 25 ta sut beradigan mol bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa 25 ta beradigan mol bo'ladi. Bittadan like bosib turinglar, ekran ustiga obunachilar. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaringlar. Mana. Nari yoqda chiqar. Mana. Obunachilar, birinchi qoringa ham 3 dona molimiz bor. 2 dona shves, 1 dona smental. Bu mana shves. Mana yetuk variantini olaman deganlar bo'lsa, srochniy aloqaga chiqaringlar. 3 dona birinchi qoringa mol bor. 3 dona. Mana mollar yapalaq. Yaltirab yotibdi. Mana obunachilar. Birinchi qoringa bu yetuk, birar oyda tug'adi. Bo'yi 1.38, 1.40 ga olaverasizlar. Endi taxmin aytyapman-da, 1.40, 1.38 ga olaverasizlar. Endi 200 sm ag'yu-bag'i bo'ladi baribir. Ho, 1.35 ga olinglar. O'zlaring nimalaring, xohishlaring deydi ana. Obunachilar mana o'tgan safar ko'rsatilgan smental birinchi qoringa mol xudo xolasa 1 oylik qoldi. 1 oylik qoldi. Mol yetilib turibdi. Ammo puli arzon emas. Oldin aytib, puli arzon emas molni. Yo'qsa like bosib qo'yinglar obunachilar. Mol turi nima deyapti, uni ko'ribsizlar. 12 ta viloyatga dastavkasi bepul, 2 dona olgan odamga 2 dona olaman desangiz bepul. Agar 1 dona olsangiz, vodiy bo'ylab aytilgan narxning ichida. 1 oylik olgan buni bo'y buni ham bu 1.40 olaverasizlar bo'yini. 1.40 olaverasizlar. Smental shakli variantida so'ragan akalamizga. Rossiyskiy smental bo'ladi bu. Bu shves mana birinchi qoringa bu 2 dona kuraychishi. Ola so'skalarni ham ko'rib ko'ring. Oq tutami, jonivor. 1.35 plus. 1.35 plusga olaverasizlar. Mana birinchi qoringa 2 dona kuraychishlari ham jonivor. Bu xudo xolasa gilada 1,5 oylarda tug'ib olsa kerak. 1,5 oy. Nari bersa 2 oyda tug'adi. Endi xunajin ag'yu-bag'i bo'ladi jicha. Nari bersa 2 oyda tug'adi. Mana molimiz Galishtinni qizil varianti. 3-qoringa bu molimiz. Puli yengil. Puli jon deydi. 3-qoringa bu mol. Aloqaga chiqayo'q, shaqliqda ham chiqar. Mashalloh deb qo'yinglar obunachilar, nima deyapti? Keyin yaqiniga borib nima qilib olganmiz yo'q. Ancha masofadan olyapmiz mana. Krasniy Pyostra. Mana. Bu ham 3-qoringa. Bu oldingi Dekon akamiz oladi, oldingi nimasi 20 litrdan oshiqroq sut bergan ekan. 1 oylik olgan. Buni ham xudo xolasa yetuk variantida shoqilog'idan olaman deganlar bo'lsa, dehqonlar aloqaga chiqaringlar. Pullar narxi yo'lida, qimmat emas. Mol o'ziga qarab. Mana turu nima deyapti bular, sto'kas. Hajjoningdan sani. Mashalloh deb qo'yinglar. Molni haqiqiy tozalaridan.
Dastavkasi aytilgan narx ichida vodiy bo'ylab bepul. 2 dona olgan odamga O'zbekiston bo'ylab bepul. Aloqaga chiqib ko'ringlar, xudo xolasa bu mollar tugab qolsa yana mollardan bor. Mollar tugab qolmaydi, har doim mol bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta like bosib turamiz. Qo'llab-quvvatlang.